Birinchisi yolg'iz Allohning o'ziga ibodat qilishlik, Allohga shirk keltirmaslik bo'lsa, ikkinchi yaxshilik qilishga da'vogar bo'lgan, yaxshilik qilishga layoqatli bo'lgan, loyiq bo'lgan zot ota-ona ekan. Alloh insonni tanasiga jon bergan bo'lsa, Alloh insonga umr bergan bo'lsa, dunyoga kelishimizdan boshlab uni parvarish qilish, sinasidan sut berib oyoqqa qo'yish, moddiy hamda ma'naviy ta'minotini bo'yniga olgan zot ota-ona bo'lar ekan. Ikkinchi marotaba ota-onaning rizoligidan keyin, Allohning rizoligidan keyin ota-onani rozi qilishlik buyurildi. Ya'ni Allohning rizoligi, Allohning bandadan mana shunday bir maqbul holatda rozi bo'lishligi ota-onaning roziligiga bog'liqligi uqtirilib, ikkinchi ota-onaga yaxshilik qilishlik buyurildi. Uchinchisi muhtaram birodarlar, qarindoshlarga, ya'ni silay rahim, qavmi qarindosh jigarlarning o'rtasida Allohning rahmatidan insonni uzib qo'yadigan narsalardan bittasi bir onadan tug'ilib, bir otadan tug'ilib, jigar bo'lib silay rahim qilmasdan ixtilofga borib arazlashib qolgan qarindosh urug'larning hisobi qiyomatda og'ir bo'lar ekan. Ya'ni qarindosh urug'larga silay rahim qilishlik Allohning kalomi Qur'on hidoyatidan bo'lsa, to'rtinchisi yetimlarga yaxshilik qilishlik. Yetim xo'rlangan jamiyatda kamolat bo'lmasa ekan, Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam qaysi bir ummatim bir yetimni boshini silab, yetimga muruvvat qiladigan bo'lsa, jannatda shu ummatim bilan men yonma-yon turaman dedilar. Qaysi bir ummatim yetimni bu dunyoda xo'rlab yig'latadigan bo'lsa, qiyomatda yig'lashligiga meni o'zim shohid bo'laman. Qaysi bir ummatim bir yetimni kuldiradigan bo'lsa, qalbiga xursandchilik solsa, uni xursandchilik bo'lishiga shafoatchi bo'lib, o'zim vasila bo'laman deb